mana reading bo'yicha true false not given ga e'tibor berib chiqamiz. True false not given savollariga. Ya'ni reading da bu multi levelda qaysi partda ko'rinadi? Part 4 true false va qaysi not given. Savol turlari. Qaranglar, true false not given bo'yicha qisqa ma'lumotlar. Bizda bilasizlar 3 ta option bor. To'g'ri, xato va nima? Berilmagan. Mana not given ham bolalar nima deydi? Har doim umuman yo'q ma'lumotni bermaydi. O'sha tekst haqida ma'lumot ketadi, lekin siz not given'da qarang. Not given'da ko'pchilik aniq definitionni bilmaydi-da. Not given degani qarang, the answer could be true. Javob to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Or false, xato bo'lishi ham mumkin. We just do not know. Biz shunchaki nima qilmaymiz? Bilmaymiz. Ya'ni nimaga bilmaymiz desa qarang. The information in the passage'da berilgan ma'lumot is not enough. Yetarli emas to decide. Nima qilishga? Qaror qilishga. O'sha ma'lumot berilgan, lekin u to'g'ri ham bo'lib ketishi mumkin, xato ham bo'lib ketishi mumkin. Bizda unda yetarlicha ma'lumot yo'q. Masalan, Nodir olmani yaxshi ko'radigan savol beryapti. Bu yoqda Nodirda olma bor deyapti. Olma haqida gap ketyapti, Nodir haqida gap ketyapti, ma'lumot bor. Lekin Nodirda olma bor degani u yaxshi ko'radi degani emas. Ehtimol to'g'ridir, yaxshi ko'radi. Ehtimol xatodir, balki yaxshi ko'rmas, prosta kimgadir bermoqchidir. Prosta u yerda berilgan ma'lumot yaxshi ko'rish ko'rmasligiga qaror qilish uchun bizga yetarli emas. Shuning uchun ham not given the definition mana shunaqa bo'ladi. Keyingisi bolalar bu orderly question type tartib bilan keladigan savol turi hisoblanadi. Ya'ni in numerical order keladi. Ya'ni raqamli tartibda keladi. Passage bo'yicha. Masalan, birinchi savol javobi birinchi paragrafdan chiqsa, ikkiniki ikkidan chiqadi yoki 2.5dan 3-savolga chiqadi va hokazo. Xo'p, endi qaranglar. Javoblar qanday shaklda beriladi? Answers are qarang. Paraphrase qilinishi mumkin. Qarang, in different ways. Turli xil nimalarda? Usullarda, masalan, sizlar bilgan paraphrase usullari. Synonyms bo'lishi mumkin. Yoki bo'lsam qanaqadir antonyms bo'lishi mumkin. Va hokazo, qaranglar. Yoki bo'lsam qarang. Or you can infer it from the passage. Yoki bo'lsam o'sha berilgan savolni qarang. Passagedan infer qilsalaring bo'ladi. Infer degani tushunib olish. Masalan, mana bizga birinchi savolni beryapti. Amatlar readingimiz bor. Birinchi savolda nima deyapti? Qaranglar. Dance historians agree about the development of modern American dance. Zamonaviy Amerika raqsini rivojlanishi haqida raqs tarixchilari bir-biriga nima qiladi? Agree. Qo'shilishadi. Endi qaranglar, bu ikkovi bir-biriga qo'shiladigan, masalan, xuddi mana shuni prosta paraphrase qilib turibdi deyish mumkin. Masalan, dance historianlarda similar idealar bor deb ketish mumkin. They have similar ideas. Bir xil g'oyalar bor degani ular agree bo'lyapti degan. Tushunarli? Yoki bo'lsam agree ni qanaqa sinonim qilib yoki dance historians qarang. Xuddi mana shuni olaylik-da, mana sizlarga paraphrase bo'lish usullari qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Mana qaranglar. Mana shuni bergan bo'lsa, pastda aytish mumkin optionlar sifatida. Dance historians share similar views. Masalan, about how American dance developed. Mana masalan. Amerika dance qanday rivojlanganligi haqida bir xil g'oyalar ulashishadi. Similar views ulashishadi degani qaysiga to'g'ri keladi? Agree ga to'g'ri keladi. Bu javob true bo'lib ketaveradi. Tushunarli? Yoki bo'lsa bunday berish mumkin, qarang. There is a contrasting ideas, masalan, among dance historians ketadi. Dance historianlar o'rtasida contrasting g'oyalar bor, about va hokazo bo'lsa, endi bu degani contrasting idealar bor deganligi uchun bu teskari bo'lib qoladimi? Teskari bo'lib qoldi, bu javob qaysi bo'ladi? False bo'lib qoladi. Yoki bo'lsa maytda aytaylik, bunisi ham true bo'ldi. True, mana false. Endi not given qanday bo'lishi mumkin?
not given'da ular qo'shiladimi yoki yo'qmi bu haqida ma'lumot ketmaydi. Masalan, ne deydi? Some historians believe masalan American dance developed masalan through nimadir orqali rivojlangan, masalan through music and masalan qanaqadir traditional masalan singers desam. Alo. Jamoatxonaga qarab qo'ygan bir. Jamoatxonaga bir qarab qo'ygan. Mana shu holatda ketyapti. Endi bu yerda masalan some historians gapiryapti. Some historians bu ba'zi nimalar tarixchilar deyapti, lekin bularda masalan qolganlar qo'shilyaptimi yo'q ma'lumot ketmayapti. Shuning uchun ham bunga javob not given bo'lishi kerak bo'ladi. Xullas, paraphrase qilish usullari mana shunaqa. Shunaqa holatlarda berish mumkin. Endi bolalar, mana bu narsa. Infer qilish degan narsa bor, qarang. Inferring skill deb nomlab qo'yamiz buni. True false not given da ham bolalar, multiple choice ham hammasi kelaveradi bu. Inferring skilllar nima? Qarang. Inferring skill dasiz, qarang. You have to reach a conclusion about the question, qarang, by using your own logic when comparing the options, when comparing the question with the passage. Endi qarang, inferring skilldan nima qilasizlar? Inferring skillda siz qaranglar. Conclusionga yetasiz ham, masalan, javobga yetib borasiz, buni true false yoki not givenligiga borasiz. Nima qilish orqali? By using your own logic. Logic ishlatish orqali. Logic degani bilasizlar mantiqi. Mantiqni ishlatamiz, ozgina fikrlaymiz va o'sha nima deydi, javobga yetib boramiz. Buni masalan men bunaqa qilib chizib beraman. Ba'zida masalan qarandash kerak bizga. Qatib qoldi. Tezishda to'g'raman emas. Anyways, endi qaranglar, bunda nima bo'ladi? Sizga aynan masalan sinonim qilib, masalan men sinonim qo'yapman. Ba'zilar bunaqa deyapti, mana the same similar views ga masalan agree sinonim qo'yapman. O'zi bu ham asli qanaqadir inferring skill. Masalan share similar views degani, masalan bir xil fikrlari bor degani, bir-biriga qo'shilyapti degan narsa ekanligini biz bilganligimiz uchun, mantiq ishlagani uchun olayapmiz. Ya'ni mana inferring skillda qanday bo'ladi qaranglar. Masalan tepadagi dance historians agree about development of American dance deb berish mumkin, qaranglar. Masalan, mana pastda option qilib beradi. There are some historians who believe masalan music and songs were a common factor to develop masalan American dance. Some others think it was masalan the introduction of new musical genres like pop and pop and rock that helped this style of dancing to develop degan savol kelishi mumkin. Degan tekst masalan passage kelishi mumkin deyapman-da.
Endi qaranglar buni nima deyapti? Ba'zi olimlar bor ekan, ishonar ekanki, musiqa bilan nimalar? Musiqa bilan qo'shiqlar asosiy omil bo'lgan Amerika raqsini rivojlantirishga deyapti ekan. Ba'zi boshqalar lekin o'ylarganki, bu yangi musiqa janrlari, masalan, pop bilan rock tanishtirilishi bo'lgan, qaysiga yordam bergan musiqani nimasiga rivojlanishiga. Endi mana birinchi guruh odamlar nima deyapti? Qarochi buni musiqa bilan qo'shiqlar rivojlangan deyapti. Rivojlantirgan deyapti, qolganlar aytayaptiki, bu yangi musiqa janrlari edi deyapti. Ya'ni bu ham ular bir-biriga qo'shilyaptimi? Yo'q. Mana shu umumiy polisi gapdan kelib chiqib turib, men infer, ya'ni xulosa qilsam bo'ladiki, xulosaga yetib borsam bo'ladiki, demak bular bir-biriga qarshi fikr berayotgan. Bir dona so'z bilan, masalan, men aytda contrasting ideas degan so'z buni false qo'yayotgan bo'lsa, agar share similar views degan so'z buni xato to'g'ri qo'yayotgan bo'lsa, men aytda polisi mana butun gapni o'qib turib, ma'nosini chaqishim kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? True false masalan eng qiyroq beradigan level mana shu holatda bo'lishi mumkin. Mana u true false degan savol men to'g'risi ozgina saviyasi yuqoriroq deb hisoblayman. Chunki buni topish uchun bir dona so'z o'zi kifoya qilmaydi. Keyingisi bolalar true false savollarida, qarang true false savollarida mana bu narsa bor. Emphasis on different parts of the question. Urg'u qaranglar, savolda ma'lum bir qismlarga tushadi har doim. Masalan, u urg'u tushishi mumkin adjectivega. Siz prosta uni aniqlab olishingiz kerak. Qarang, adjectivega tushishi mumkin. Yoki bo'lmasam adverbga tushishi mumkin. Shunga o'xshash holatda. Yoki undan tashqari sizda aynan shu sifatni so'raydi. Sifat. Yoki bo'lsa mana bu narsa adverbs of frequency ga tushishi mumkin. Masalan, noaniq payt ravishlariga, urg'u. Yoki допустим, nimaga? Quantifierlar nima? Miqdor almoshlariga tushishi mumkin. Yoki bo'lsa bola verbga, fe'lga tushishi mumkin. Masalan, mana bu tepadagi savolimizga savolimizda nimaga urg'u tushatiradi? Egriga tushyaptimi? Aynan ular qo'shilyaptimi? Men shuni so'raganda bizda. Ya'ni bu degani mana verbga urg'u tushib turgan joyi. Tushunarli? Ya'ni aynan sizga hozir metda dense historianlar emas, masalan, son historianlar qo'shilmagan degan savol bermaydi. Tushunarli? Yoki masalan, modern American dance emas, masalan, modern o'rniga old American dance degan savol bermaydi. Aynan qolgan hamma yo'q bir xil turadi bolalar. Hamma yo'q bir xil turadi. Aynan mana egrini paraphrase qilib, tam eshib, burib, qaraqadir chayib sizlarga yetkazib beradi, o'shani topish kerak bo'ladi. Bilsalaring true false nimasini aytayotgan paytda, masalan, mana buni olmani misol keltirdim. O'sha olmani o'rniga aytaylik I like o'rniga I o'rniga masalan James yoqtiradi degan savol aylantirib qo'ymaydi. O'sha aynan yoqtiradi degan savol beryaptim. Bo'ldi, yoqtiradini paraphrase qilib beradi. Hozir tepadagi savollarni bittadan bajarayotgan paytimizda aynan nimaga urg'u ketayotganini ham ko'rib ketamiz. Xo'p, qaranglar. Endi mana passageni bajarayotgan paytda buni ikkiga bo'lib olamiz. Xo'p. Birda aytyapti, dance historianlar agree qiladi about development of modern American dance. The birth of modern American dance occurred in the first years of the 20th century, and perhaps unusually for academics, dance historians hold remarkably similar views when it comes to identifying the individuals and influences that shaped the evolution of American dance. Javob qaysi ekan? True'mi? Demak, dance historianlarda remarkably similar views dan kelib chiqib turib, nima olamiz? O'z-o'zidan true olsak bo'lar ekan. Men to'g'risi buni nima qaraganim yo'q, similar views degan. O'zim tushib ketaverdim. Xo'p, keyingisi. Dancers in the early 19s tended to copy the styles of earlier dances. Qaranglar. Ular 19-yildagi raqqoslar ko'chirishga moyil bo'lishgan ekan, o'zlaridan oldingi nimalarni? Raqslar. Masalan, o'zidan oldingi raqslar qana raqsga tushgan bo'lsa, o'sha stillarni, короче говоря, o'g'irlashgan deyapti.
Bunda ham nimaga urg'u tushyapti? Tended to copy ga urg'u tushyapti, ya'ni bu degani masalan fe'lga urg'u tushyapti. Aynan ular ko'chirishgan bo'lsa javob true bo'ladi. Ko'chirishmagan bo'lsa false bo'ladi. Masalan, ko'chirishmaganda ham har xil usullarda bolalar infer qilish mumkin-da. Masalan, ne deydi? They developed their own dancing style. Ular o'zlarining shaxsiy nimasini, raqsga tushish stilini yaratgansa, o'zini ko'chirmagan bo'lib qoladi. Yoki nima deysiz, masalan, unlike their ancestors deb ketishi mumkin. Ancestorlarga o'xshamagan holatda desa, o'z-o'zidan bundan haligi false bo'lib qolaveradi. Hop, starting in the 19th, early 19th, qaranglar. True false not given da buna narsa, в общем, readinglarda bitta problema. Bizga aynan reading tushayotgan joyini o'qish bitta muammo bo'lsa, o'sha readingda qaysi qismidan savolning javobi chiqishini topa olish ham tamom. O'sha topa olish eng oson usullardan bittasi bolalar, raqamlar bilan atoqli yodlar. Kecha ham aytib o'tdim shekilli. Mana masalan 1900 deyapti, 1900 topish oson, mana aytib kelyapti. Keyingisi atoqli yod, masalan Louis Fuller deyapti, aytdi. Mana aytayim, bu brat bor ekan. Bratmi, opami kimmi? Qiz bolami, o'g'il bolami bilmas ekan. Mana masalan mana aytdi kelyapti. Shu test topib olsalaring, tekst demak shu yerdan javob chiqishligini nima qilasizlar? Bilsanglar bo'ladi. Demak, ko'chirishganmi yo'qmi ko'ryapsiz. Starting in the early 19th, we can see that dancers quite deliberately moved away from previous approach. Okay. Qaysi bo'lar ekan? False. Xullas biz ko'ra olamizki, dancerlar deliberately moved away. Ataylab nima qilishdi? Qochishdi. Dastlabki oldingi approachlardan qochishdi degani bu degani oldingilarga nima? Copy qilishmadi degani. Javob false ekan. Hozir qaranglar, mana ishlayotganlarimiz polniy nima haqida ketyapti? Nega nima deydi? Qaranglar, mana shu tended to copy bilan buni moved away qaysi nima paraphrase usuliga tushadi? Antonimga tushadi. Ya'ni masalan, copy qilgan degani undan qochgan, bir-biriga teskari so'z bilan beryapti. Endi qarang, Louis Fuller tak prefer qilgan ekan, raqsga tushdi, o'zi yolg'iz qayerda? Sahnada yolg'iz raqsga tushdi, afzal ko'rgan ekan. One important figure at this time was Louis Fuller, who performed larger with her arms, perhaps because she had limited dance training. Fuller emphasized visual effects rather than storytelling and pen. Oh, alonligi haqida ham, guruh bilanligi haqida ham ma'lumot ketmagan ekan. To'g'ri? Given olamiz. Open to'g'ri ko'raylikchi. Isadora Duncan wore complicated clothing when dancing. Raqsga tushgan paytda complicated clothes kiygan ekan, lekin murakkab kiyimlar kiygan ekan. Perhaps most influential in the early years was Isadora Duncan, who was well known in both America and Europe. Duncan refused to wear elaborate costumes, preferring dance in plain dresses and bare feet. Qarang, refuse qilgan ekan, elaborate kostyumlarni kiyishdi. Elaborate costumes degan complicated ga tushadi. Keyin qarang, plain dresses degani bor-ku. Oddiy kiyimlar kiyishdi. Plain degan masalan nimasiz? Boyaga nima deydi? Однотонный deymizmi? Xullas rasmi, jimjimador narsalar yo'q bo'lgan kiyimlarda. Plain dresslar, bare feet degan yalangoyoq raqsga tushishni afzal ko'rgan ekan. Ya'ni bu degani false ekan. Complicated clotheslarni kiygan deyapti, bu yerda rad etgan deyapti. Qaranglar, multi leveldagi true false qanaqa qiyin bo'ladimi, osonmi degan savol sizlarda bo'lsa, qo'rqmanglar, oson bo'ladi. True false'larni men kirganda ko'pini to'g'risi o'zlari tuzishgan edi. O'zlari tuzgan savollar osonroq bo'lyapti. Degan paytda men tuzsam savol masalan multi leveldan qiyin tuzaman. Tepada tuzdim ipdekda. O'zim bersam topolmaysa ko'plar. Hazır. Короче говоря, nisbatan oson bo'lyapti-da. Masalan, mana ham hozir yaxshimi level shunaqa darajada tushyapti. True false. Kim bilasizlar, true false A B C berib ketadi. A ga true, B ga false, C ga not given qilib qo'ygan bola. Короче, imtihon kirganda
notga masalan false olmoqchi bo'lsangiz, B da false turadi, B ni borib bo'yab qo'yasiz o'shiga. Yozish chiqmaydi nega? T R U dumaloq ichiga T R U E deb. False qilganda F L S E chiqmayapti, chekkasiga yozib qo'yasan endi. Chunki ABC da dumaloq bo'ladi xolos. ABC bo'ladi, 3 ta bo'ladi. Chota domla N ga F yozar, F N ga chiqaradi turkin. F N chiqib qolasizlar deb bo'ladi. Shunaqa qilmanglar, yana ABC qilasizlar. Tak, keyingisi. Some dancers criticized. Qarang, criticize degan tanqid qilishgan ekan Isadora Duncan for her choice of music. Ular tanlagan raqsiga. She is also notable for preferring music written by classical composers such as Chopin and Beethoven rather than contemporary compositions. Demak, u o'sha klassik musiqalardan tam Chopin bilan Beethovennikini afzal ko'rgan ekan. At a similar time, Ruth Dennis was bringing the influence of Eastern cultures to American dance, often performing solo. Nariga bitta brat nima qilgan ekan? Solo chagan ekan. Dennis ochibdi o'zining dance trainingini va hokazo. Bitta criticize haqida ma'lumot bormi? Gapirmayapti. Bo'ldi, not given ekan. Endi sizlarga savol, oxirgisi qaysi bo'lishi mumkin? Ikkita false, ikkita true, ikkita not given bo'lsa chiroyli bo'ladi. Bakacağız. Tak, Ruth Dennis wished to educate others in her style of dancing. O'zini raqs turida qolganlarni o'qitishni orzu qilgan. In 1915, Dennis opened a dance training academy with her husband with the intention of passing on her approach and style to the next generation. Troyegani plus maqsadida intention degani nimaga tushadi? Wish ga tushadi. Passing degan qarang, passing uni o'tkazish o'zini bilimini. Bilimini o'tkazishdi, approach yondashishni o'tkazish uchun degan, qolganlar o'qitishga degan ma'noda kelar ekan. Demak, javob true. Xullas, bular true false degan mashg'ulotlarda ishlanadi.